bir kontor bir mahsulot tamoyili asosida Ko'sosoy tumani Rovot MFI hududida Ko'sosoy tuman Mikrokreditbank BXM tomonidan jami 12,5 gektar yer maydoniga makka johori vakmak ekilgan bo'lib, ekinlar hozirda unib chiqqan va mineralog'at mexanizatsiya ishlarini amalga oshirilgan. Ushbu maydon jami 50 ta dehqon xo'jaliklariga 25 sotixdan tarqatilgan yer maydonida shakllantirilgan bo'lib, jami 12,5 gektar maydonni tashkil qiladi. Agregator sifatida Temur Agro firmasi MChJ tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. Jami har bir dehqon xo'jaligi 22,500,000 daromad olib, xarajatlarni chegirib tashlaganda 16,5 million so'm sof foyda ko'rish reja qilingan.